topshiriq investitsiya vaziri o'rinbosari Aliyev, Temirov hokimlar bilan 2 oyda maishiy kimyoda yana kamida 100 ta brend mahsulot ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bo'yicha yangi dastur ishlab chiqarildi. Bu kichkina masala emas. Imkoniyatimiz bo'lib ishlata olmayapmiz. Qilsa mumkin bo'lgan narsani qilmayapmiz. Tahlillarga ko'ra dunyodagi mineral o'g'itga talab yiliga 5% dan o'sib 2030-yilda 260 milliard dollardan oshadi. O'tgan yili 205 milliard dollar bo'lgan. Ayniqsa yangi agrotexnologiyalar hisobiga suvda eruvchan o'g'itga bo'lgan ehtiyoj keskin ko'payapti. Qashqadaryo Azimov ham o'zi investorlarni topib, yillik quvvati 230 ming tonna bo'lgan 114 million dollarlik 3 ta loyihani kelgusi yil ishga tushirish bo'yicha menga hisobot beradi. Turdimov ham o'tgan hafta Xitoyga borib 400 million dollarlik kelishuvlarni imzoladi. Norqulov, Temirov hokimlar 3 yilda 2 milliard 800 million dollarlik 40 ta loyihani ishga tushirish bo'yicha 2030-yilga borib azotli o'g'itni 2.8 milliondan 4 million tonnaga, fosforli o'g'itni 400 mingdan 900 ming tonnaga, suvda eruvchan o'g'itlarni 100 mingdan 400 ming tonnaga yetkazishi shart.